Qo'qon Farg'onadami? Bu haqida keyinroq batafsil aytamiz. Hozircha sahifamizga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib qo'ying. Bilarmidingiz? Farg'onaning ayrim hududlarida, masalan, Marg'ilon, Quvasoy, Quva, Vodil va boshqa shahar va tumanlarida glos mevasini ham, olcha mevasini ham glos deb atashadi. Ya'ni shirini ham glos, nordoni ham glos. Aslida shirini ham, nordoni ham glosmi? Tilshunoslarning fikricha, glos so'zi forscha glass, ya'ni shirin olcha ma'nosini bildirgan so'zdan olingan. Qiziq tomoni shundaki, Qo'qon va uning atrofi hududlarda, masalan, Uchko'prik, Beshariq, Furqat taraflarida esa glos va olcha alohida, to'g'ri nomlari bilan ataladi. Aytgancha, mashhur Qo'qon qora glos haqida eshitganmisiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.